to'g'rimi? Shortinglarda Dubayda shu-da endi. Komment o'chganmi? O'chgan. So. Mayli, bugun Dubaydan master class ko'pchilik shetda. Guru bo'ladi-ku. Kichkina mana o'quvchilar bo'lmasa bor, ana bu kameraga gapira olmaydi. Odamlar bilan suhbat bo'lmasa, sen aytding-ku, nima ana podkastda gapira olmaydi. Rabbim mana o'sha narsalar debat bo'lsa zo'r bo'ladi-da. Shuning uchun debat sifat qilish kerak hamma narsa. Endi ovozim qanaqa eshitilyapti men bilmadim. Men sal teparoq qilsa, anaqa или нормально hammasi. Ovoz ko'tar. Shuncha pul topadi, lekin bitta mikrofon yo'q. Mikrofon gapirishadi. Mayli. Xo'p, Dubaydan gapiramiz, hurmatli obunachilar. Bugun navbatdagi master klassimiz. Orada Dubay turimiz pauza bo'lib qoldi. Endi ko'z tegmasin, hozir nima deydi, vaziyat ancha yaxshilashib, raketalar uchmayapti. Hammasi yaxshi. Lekin bugun neft zo'r gap bo'ldi, lekin ana Soat 6da blokada bo'ladi o'yinlar. bo'lsa yangi dars ketadi, o'tkazga qarab mayli. Xo'p, bugungi sizlar bilan mavzuyimiz raqamlar haqida gaplashamiz. Ko'rib turganimdek, sizlar ancha o'sha texnikani o'rganib qoldinglar, to'g'rimi? Sizlar bilan raqamlar bilan ko'pchilikda xromat nima deydi o'zbekchasiga? Oqsiydi u. Ko'pchilikning oqsiydigan mavzusi bu raqamlar. Ya'ni qaranglar. Bir qancha turdagi mana treyderlar bor. Boshlang'ich treyderlar, o'rta, optik treyderlar, to'g'rimi? Endi qaranglar, yangi treyderlar bor. Endi boshlagan treyderlar bor. Va ularning orasida endi boshladim deb bo'lmaydi, masalan, 2-3 ta kursda o'qib natija qila olmayotganlar ham bor. Oranglarda balki shunaqalar ham bor. Chota mana kurslarga borib ko'rdinglar-da, mana shu azzakan oldiga borib kela qoling, qani nima bo'lar ekan deganlar bo'lishi mumkin-da. Shuning uchun o'sha narx qayerga ketib daromad qilmayotganlar ko'p bilasizlar, hozir men ko'rib turibdi. Zo'r tahlil qilaman deydi, zo'r analiz qilaman deydi. Lekin bari plyus qila olmayman. Shuning uchun bugungi mavzu o'shanaqa insonlar uchun, sizlarga ham shunda. Kimligini so'ramayman, nimagaligini so'rayman, farqi yo'q. Lekin mana oranglarda bor boshqa kursda ham o'qiganlar? Ha, yo'q ekan. Birinchi marta. Islom bo'lishi mumkin edi. Yo'q, novichok hammalar boshlovchimisizlar? Yangi boshladim. Men biroz ishlab ko'rdim. Spotda. Temani qattaman. Qachon? 2022-yil qilganman. Ha, kripto spotmi? Stokmi deb o'tiribman bor. Xo'p, demak, upravlение kapital boshqaruvda, masalan, bizda hammada har xil kapital bo'ladi, hammada har xil depozit bo'ladi, hammada har xil upravlение kapital bo'ladi va hamma har xil o'rgatadi, hamma har xil o'rganadi. Na? Tasavvur qilinglar, na? Masalan, turli topinasiz? Nechta topinasiz? Deylik 10 ta. 10 ta. Masalan, hozir ko'chaga chiqib 10 ta toptan olasiz, to'g'rimi? Ertaga 20 ta toptan olasizmi? Yo'q. Da? Jayjab. Hozir 20 ta toptanishni o'rgatish mumkin sizga. Ishonasizmi? Ishonasizmi? Yo'q, bo'lishi mumkin. Yo'q, fizически невозможно bu narsa. 10 tadan 20 taga o'ta olmaysiz, xohlasangiz 12 taga bo'lishi mumkin. Qanaqadir texnikani ko'rsatsam, например, to'g'rimi? Lekin 20 taga o'ta olmaysiz, da? Demak, 20 taga o'rgataman desam, qarang, siz ko'zlaringizda uchqun paydo bo'ldi, natijada paydo bo'ldi. Rostdan shu 20 taga o'tishi mumkin degan. Tushundingizmi? Mana shu illyuziya-da, o'rtoq. Mana shu yolg'onda. Hozir O'zbekistonda bo'layotgan voqealar mana shundan iborat. Ya'ni asli haqiqatda, biz asli haqiqatni agar ya'ni haqiqat o'sha realistni agar biz bilmasak, realistni tushunmasak, realistga qarab biz bormasak, realistga erisha olmaymiz. O'zimiz orzuyimizdagi narsalarga erisha olmaymiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladigan narsa tartib, sabr va harakat. Mana shu 3 ta narsani ketma-ketlikda qilish kerak. Da? Bitta narsa bor, u narsani hech kim hech qachon tushuntirib bera olmaydi, bu omad. Bu endi yo'qdan, uni biz bilmaymiz. Lekin harakatini qilishimiz kerak. Tushundinglarmi? Shunaqa narsalar bo'ladi, inson hayotida g'oyibdan keladi-da. Endi bu taqdir. Endi biz buni bilmaymiz. Bu sporlash bo'lmaydigan mavzu, to'g'rimi? Lekin harakat qilishimiz kerak, to'g'rimi? Va lekin hammamizda harakat qilish bir-biri bor, imkoni bor, to'g'rimi? Lekin biz
agar reallikdan voz kechsak, o'sha doimiy ravishda bo'layotgan o'sha nima deydi, matritsani ichida odamlarni nima deydi, manipulyatsiya qilib yurgan va manipulyatsiyaga tushgan insonlar qatorida yursak, albatta ularning qatorida uzoq vaqt qolib ketishimiz mumkin-da. Вот, shuning uchun aslida bor-ku, paradoks. Sekin sabr qilgan odam, sekin sabr qilgan odam tezroq natijaga chiqadi. Ya'ni tez harakat qilgan odam tez natijaga chiqmaydi. Nimaga? Chunki unda proval ko'p bo'ladi, постоянный proval bo'ladi. Shuni hisobiga u taymingda bari yetkazadi. Bilasizmi nimaga o'xshaydigan holat bu? Qarang, inson o'zi bilan o'zi kurashda g'alaba qozonsa, eng katta g'alaba hisoblanadi. Boshqa g'alaba yo'q. Da, bu nima degani? Masalan, tasavvur qiling, o'tir. Ya'ni haqiqatan ham masalan men hozir senga masalan $10,000 har oy beraman, da? Lekin 5 yil sabr qilsang, da? Masalan, har oy $200,000 beraman desa, ishoning, bu odamlar o'ylab qoladi. 5 yildan keyin nima gap, bu nima so'z deydi. Tushundinglar? Men o'quvchilarni tayyorlayotgan vaqtda ko'p o'quvchilarni mana shu realistni afsuski qabul qila olmaydi. Lekin mana shu realistni qabul qila olmagan bir necha yil oldingi o'quvchilarim baribir ertami kechmi menga qaytadi. Nimaga? Chunki realist haqiqatni qanaqa o'zgartiradi? Masalan, men sizga aytsam, men shu kelayotgan 5 oyda baribir hech qanaqa doxod qila olmaysiz desam, sizga bu yoqmasligi mumkin-da. Po faktu. Bu realist qabul qilasizmi, qabul qilasizmi, men bilmayman to'g'risi. Lekin men 17 yil sohada bekor yuribman. Meni qaranglar, meni vazifam odamlarni daromadga chiqarish emas. Meni vazifam. Endi bu boshlovchilarga tegishli. Endi professionalni kelsa oldimga, professionallarga dars o'tib olayman-da. Boshqacha so'zlashamiz. Ya, boshqacha gaplashamiz-da, professionallar. Qo'shtirnochiligi professional. Вот, ya'ni meni vazifam sizni pul yo'qotishdan asrash. Sohaga kirdinglar, o'rganyapsizlar, pul yo'qotmadinglar, bo'ldi, marrasizlar. Tushundinglarmi? Bo'ldi, marrasizlar. U hammaga tegishli gap bu. Silib yo'q. Da, bo'ldi. Nimaga? Chunki minusdan keyin odam ruhiyatizdan chiqishni boshlaydi. Yo'qotishlar, qarzlar, kreditlar, yetakdalik. И все, odamlar sinishni boshlaydi, ruhiy. Uni tushundinglarmi? Har xil turdagi insonlar bor-da. Ya'ni stressga ustuvchi insonlar bor-da. Qanaqadir yo'qotishda bir hayotda bir anaqasida bu qismi deb tan oladigan insonlar bor. Lekin xatolar ketmayligini o'ylaydigan insonlar bor. Ya'ni insonlarning turi ko'pda, har xilda xatolar. Ya'ni qanaqa? Keldi, o'rgandi, da, keldi, o'rgandi, pul yo'qotdi, qarz oldi, yana yo'qotdi, yana qarz oldi. Keyin kredit oldi inson. O'zbekistonda ko'p bunaqa toifadagi inson. Ishoninglar, 1,5 millionta podpischikim bor. Har kuni SMS keladi menga 10 ta, 20 ta. Tradingga kirib minus etlarim jimirlab ketadi, bor-ku. Bo'ladi-yu. Вот, tradersiz, bilasiz masalan, men masalan menga farqi yo'q, bozor tepaga, pastga, minusmi, plusmi nima farqi bor. Men bilaman nima qilayotganimni. Itogi qaraganda azaki tradingga kirib minusga kirib ketdim deydi. Keyin aytaman, masalan, yoki palonchiga pul beruvdim, minus qilib qo'ydi deydi. Palon narsa qiluvdim, minusga kirib ketdim deydi. Nimaga mana shu yondosh, nimaga mana shu insonlar o'shandan oldin, tushundinglarmi, inson nafsi yo'l bermaydi. Nimaga menga oldin murojaat qilmaysizlar? Mana men o'quvchilarim yozadi, azakam, men aytdim, $100,000 investitsiya oldim, $100,000 investitsiya olmoqchiman deb bittasi. Xo'p, investor, men qarang, men maslahat beraman-da. $100,000 investitsiya olmoqchiman dedi. Xo'p, nima xohlayapti investoringiz dedim. Keyin shu oyiga 5-10% yetadi deb aytdi dedi. Men aytdim, olmaymiz yo'q. Siz investoringiz emas u. Siz meni shogirdimsiz, u sizning investoringiz emas dedi. Человек 100% xohlayapti. Qarang, 100% xohlaydigan, daromad xohlaydigan investor bor-ku, bilasizmi, qanaqa gaplashib trader bilan? Ukam, men $100,000 senga minus qilsang xafa bo'lmayman. Gap bo'lishi mumkin.
lekin bizda unaqa emas. Oyoq qo'li bilan boylab olib ketadi boru. Ozgina 50% minus chiqib qo'ysa, tushundinglarmi? O o'shancha salbiy. Bu degani bilasizlarmi? Primerni, ya'ni u shogirdimga ishonaman, lekin 10% daromad qilishiga ishonmayman. Tushundinglarmi? Ya'ni men hozir bitta shogirdimni deyarli katta muammolar saqlab qoldim-da, tushundinglar? Mana sizlar ham keldinglar, o'rganyapsizlar, to'g'rimi? Trader bo'lish mumkin. To есть, masalan, ko'pchilik ko'radi-yu meni, sizlar ham eshitib, "Azaka, agar 1-2% ishlaydigan bo'lsak, unda nima qilamiz? Boshqa ish bilan shug'ullansak bo'ladi-yu." To'g'rimi? Normal holat, normal вопрос, normal. Da, lekin o'sha yillik 50-100% qayerdan qilish mumkinligini bilmaydi ko'pchilik, tushundinglar? Men bilaman. Qisqacha sizlarga o'shaning logikasini hozir tushuntirib o'taman-da, чтобы sizlarda bu ishda aniq bir reja, qo'rquv yo'q bo'lish uchun, например, haqiqatan o'sha 1-2% qanaqa qilib 1-2% deylik, 2-3% daromad qanaqa qilib 50-100% ga chiqish oson bu narsa aslida. Ya'ni tasavvur qilinglar, deylik, masalan, deylik, любой bitta kompaniyaning aksiyasini oling. Примерно kam o'sgan aksiyalardan, например, hozir atskok bo'lgan aksiyalardan qaysi? Ну, условно-da, masalan, siz kirilcha odasizmi? Yo'q, olishib qolaveradi. Tak. Qaranglar. Bu bir-biriga to'g'ri kelmaydigan gap emas. Ya'ni 2-3% sabr qilib daromad qilinsa, 50-100% yiliga trader topa oladi degan gap. Bu gap qayerdan olinganini sizlarga tushuntirib beraman. Raqamlar bilan tushuntiraman, tushunarli? Qaranglar. Masalan, Nvidia tasavvur qilinglar. Deylik, mana bu sentyabr. To'g'rimi? Sentyabr, oktyabr, noyabr, dekabr, yanvar, fevral, mart, aprel. Necha oy? 8 oy, da? Endi qaranglar. Mana shu Nvidia aksiyasini sotib olgan odamda, masalan, da? Hozir necha foiz daromadda? Plus minus 14% da? Super minimumni olmasak. 14%, to'g'rimi? 8 oyda. 8 oyda necha foizdan daromadga to'g'ri keladi? 1,5%mi? Qo'yganmi? 1,5% da? Plus minus 1,5%, to'g'rimi? Men aytgan gapi, qani Nvidia aksiyasini sotib oldingiz, oyga 1,5% daromad keladi. Давайте вот qo'pol gaplashamiz. Kammi? Kamroq deylik. Mayli, kam emas, kamroq deylik-da. Kam so'zini ishlatmaylik-da. Endi qarang. Bilasizlarmi, men qattan menda katta portfellarimda katta daromad yo'q, kichkina portfellarimda katta daromad bor. Da? Qattan kelishini sizga tushuntiraman. Vaqt bilan tushuntiraman, vaqt va raqam bilan tushuntiraman. Qarang. Insonlar bor-ku, nimaga doim напряженияda yuradi, slip qiladi, katta daromad qila olmaydi. Katta daromad ilinjida slip qiladi. Ya'ni sizning maqsadingiz bor-ku, o'sha traderning maqsadi, ko'pchilikning nomidan gapiryapman-da, hozir. Ko'pchilikning maqsadi oyni daromadni yopish va katta daromadni yopish bo'ladi, tushundinglar? Oyni daromadni yopish. Ya'ni shuni hisobiga mana oltinda kiradi, da, ketdi yog'i full marja, to'g'rimi? Напряженность, katta daromad, o'xshasa, o'xshamasa и так далее. Minus bo'lib qolsa yana boshqa shot, yana и так далее. Keyin bilasizlar, odamlarning o'zi olimlar bu подтвержденный informatsiya. Olimlar o'rganib chiqqan treyderlarning psixologiyasini. Trader uchun eng zavqli momentni topishga. Trader uchun eng zavqli momentni topishga. Olimlar bir qancha treyderlarni o'rganib, bilasizlarmi qaysi moment? Minusdan 0 ga chiqish ekan. Daromad qilishmas ekan. Eng zavqli moment. Daromadda oddiy moment hisoblar ekan, tushundinglarmi? Mozg, miyamiz. Eng zavqli moment hozir ani slip qilib 70% pastga tushib 0 ga chiqqan odamni ko'rib o'tirib, to'g'ri deb o'tirish. Eng zavqli moment, tushundinglarmi? Shuning uchun ham
sliv qilganlar yana boshqatdan depozit ochib dальше ketaverar ekan, tushundinglarmi? Anu dopaminda, tushundinglarmi? Уже minus qildi-yu. Ya'ni tradingda bari возможность bor, qaytadan. Shuning uchun odamlar sliv qilsa ham boshqa depozit ochib kiraveradi, tushundinglarmi? Вот. И shuni hisobiga hech kim stabil uzoq muddat bozorda yashab qola olmaydi, tushundinglarmi? Men bilasizlar, meni yondoshim qanaqa? Вероятность degan so'z bor. Ehtimollik-da. Biz doim ehtimollikni oshirishga harakat qilishimiz kerak. Bu nima degani? Agar biz yuguruvchi misol qilaylik, bitta marra bor, siz yuguryapsiz. И do'stingiz bilan start oldingiz. U sraz yugurib ketdi, siz sekin yuguryapsiz. Kim birinchi yetib boradi? Tushunarli negaga? Vaqt taqsimoti to'g'ri. To'g'rimi? Ya'ni kardioni vaqt taqsimotini to'g'ri qilganingiz uchun siz birinchi yetib borasiz. Chunki u charchab qolgandan keyin o'ziga kelish ancha qiyin bo'ladi, to'g'rimi? Ya'ni men o'sha oyiga bor-ku, oyiga mazza qilib, stresssiz 1-2% ishlab o'tiraman-da. Yiliga 2-3 zo'r moment tutaman, shuni hisobiga 50-60% chiqadi, tushundinglarmi? Ya'ni ehtimollikni oshiryapman, riskni kamaytiryapman, shuning uchun menda o'xshayapti-da. Misol uchun, siz Telegram kanalingiz meniki ham bormi sizda? Ha, sizniki bor. Ochib bering. Tam brokers, killers, tam hammasidan bor. Eng katta dushmaningiz mana shu bo'ladi-da sizda. Chalg'ish, shunday. O'zini kuchiga mani kanalim bor sizda. Endi anaqa poisk bering. Просто misol ko'rsataman sizlarga. Sentyabr, как раз sentyabr deganingiz zo'r. Qarang. Deylik /mu. Masalan, men bergan ideyalardan bittasi, masalan, spot deganida, mana sentyabr 8, 2025-yil. Da? Tak. Qaysi brauzerda o'tiribmiz biz? Mana shunda o'tiribmizmi? Ha, все. Qarang, MU ni ochamiz. Просто qarang. Narxni ko'rib sirasi tushundingmi? Ha, bu yoqda. $130 kompaniya. Kompaniya $130. Endi rosa sizlarga prostoy elementar narsani ko'rsataman. Qaranglar, MU aksiyasi nima? Ya'ni tak. Что больше? Ustasiga qoladi. Pastami? Tepaki 8. Voy, nega unaqa neudobniy bu? Mana, $130. Обычный texnika. Da, ikkita maksimum. То есть aksiyalarda maksimumlar, agar ikkita son maksimum bo'lsa, bu FX emas, bu aksiya bu. Odatda всплеск bo'ladi, konkretniy impuls bo'ladi aksiyalarda. Например, da $130, например. Endi qaranglar. Hozir narx $420. Bepul kanal o'rtoqlar, ko'ringlar 8-sentyabrda MU ko'ringlar. Da? Mana o'sha joy, qaranglar. $1 ham pastga tushmaganda men ideya berganimdan keyin. $1 ko'rsatib beraman sizlarga, qaranglar. Mana. Mana o'sha joy. Tushundinglar? Mana o'sha joy. $1 ham tushgani yo'q pastga. $1 ham. Proboyda, ana shu proboy payti berilgan. Yo'q, bu emas ekan. Split bo'lgan bu. Ha, bu 26-yil ekan bu. Undan ham pastda berganman. Undan ham pastda. Mana 8 da, sentyabr, avgust, mana. Men hayron bo'ldim. Model o'xshaydi просто. Tushundinglarmi? Vaholanki mana shu model. Undan ham pastda bergan ekanman. Mana. Mana da 100%. Вот 8-sentyabr. Ko'rasizlar? Tasavvur qilsanglar, risk соотношениeni o'ylab ko'ringlar. Fantastika bo'lyapti. Bu просто fantastika. Spotni olasizda, olishingiz bilan 200% narx o'chyapti.
Bu vaziyat faqat sabr qilsangiz bo'ladi, tamom. O'sha men aytgan, tushundinglarmi? O'sha men aytgan 2-3% qilib turgan holatingiz ishlaydi. Bunaqa holat tuta olasiz. Boshqa holat tuta olmaysiz. Har kun xirrachet qilsangiz knopka bilan bunaqa holat qanaqa tutasiz? Hech qachon tuta olmaysiz. Shuningdek qayerdan kelishini 2-3% qilsa ham o'sha 70-100% yiliga qilish qayerdan kelib chiqishini tushundinglarmi? Farqini? Va boshqa holatda bo'lmaydi. Kanallar kuzatib o'tirsangiz bo'lmaydi. Masalan, men hozir bitta kompaniya bilaman, lekin hali sotib olganim yo'q. Prosta men efirda endi jonli bo'lishini ko'rsataman, lekin tasdiq bo'lgani yo'q. Masalan, bitta kompaniya ko'rsataman, potensiali bor kompaniyani sizlarga ko'rsataman-da. Qarang. Kompaniya nomi Figma. Bir necha milliard market capga ega, dunyodagi eng mashhur bilasizlar Figmani. Figma juda ham katta, anaqasi konkurentlari deyarli yo'q. Kam juda ham. Figma, hozir ko'rasizlar qanaqa holat turgan. IPO ga chiqqandan keyin narx $142 bo'lgan, hozir narx $17. Da, endi qaranglar, texnika bo'yicha hozir agar примерно sizlarga ko'rsatib beraman-da, qanaqa ssenariy kutayotganini. Tushundinglarmi? Например. Вот, и mana shu rost necha foiz deb o'ylaysizlar? Birinchi maksimumni o'zigacha 180%. Ну, пока tasdiq yo'q lekin. Dальше kompaniyaning отчетлari rasvo, пока прибыль yo'q, и так gapimda emas, ko'p kompaniya shunaqa foiz. Da, lekin masalan, qarang, kutish haqida gapiryapman, to'g'rimi sizlarga? Kutish haqida gapirdim sizlarga, yana bitta misol ko'rsataman hozir, qarang. Bu ham besplatный kanalmi? Qarang. Просто oldingisini ko'rsatmayapti, topmayapti. Ikkita edi. Endi 2000 mana rovna bir yil bo'ladi mana shu kompaniyada. То есть, ya'ni bo'ladi, hozir qarang, Figmani sizlarga ko'rsatdim, ha? Figma $17, примерно yana bir $15-10 tushishi mumkin-da, keyin otish kerak. To'g'rimi? Например, bilasizlar nimaga? Kompaniyani maksimum bankrot yoqasiga уже kelganda, katta minus kelganda yoki investorlar sotib olishni boshlaydi, yoki kompaniyaning o'zi искусственный o'zini aksiyalarini sotib oladi, harakat qiladi-da. Men xuddi shunaqa kompaniya topgandim, buni ham Telegram kanalimda berganman-da. Xitoyda logistik kompaniyani, то есть o'sha payti eng kuyini kuzatib turinglar, $1 atrofiga tushishi mumkin deb 1 yil oldin mana mayda yozganman, eng kuyida aksiyani kuzatib. Endi qaranglar-da, mana shu kompaniyaning aksiyasini eslab qoldinglar, $1 ga yaqinlashishi mumkin-a? Endi eslab qolinglar-da mana shu instrumentni. Sizlarga texnikasini ham ko'rsataman, nima bo'lganini ham ko'rsataman hozir. Просто risk отношения, risk reward просто tasavvur qilib ko'ringlar. Prosto texnika bilan kirganingizda ham, to есть noyabrda bo'ldi. Tushundinglar? Ya'ni как раз may, iyun, avgust, sentyabr o'tadi, примерно 4-5 oydan keyin mana shu eng ko'p kompaniyasini rostini qaranglar hozir. 250%. 5 oyda 250%. Mana hozir Manda bu pozitsiya hali ham ochiq turibdi. Manda. То есть manda 250% emas. Manda ko'proq. Deganimga aytaymi? Chunki men proboyni oldin olganman. Prям makushkadan olganman. Tushunasizlar? Prям 2025-yilda mayda bergansizda, u yoqda narxi qarang 12 atrofida bo'lgan. Keyin keyin o'shani shuni aytasiz. Da. Mayda narxini. Da. Tushundingmi? Chunki tasdiq yo'qda hali. Ya'ni tushish kerak, tushundingmi? Xuddi Figmaga o'xshagan holat, tushunding? O'sha yerda mana 1 ga yaqinlashgan narxi. Da. Tushundingki? Bu $50,000 turibdi hozir $220,000.
katta protsent, to'g'rimi? 5 barobar. Da, shu katta protsent, to'g'rimi? Lekin bittasidan tushuninglar, zo'r moment 7000 ta top emas, normal kompaniyalar. Summar nomini 10 ta kompaniya, 10 ta kompaniya bor. Ne? Nima deb o'ylaysizlar? 10 ta kompaniyadan mana shunaqa vaziyatda 2 ta 3 ta bir yilda bo'lishi mumkin. ne? Nima kerak? Sabr kerakmi? Kerak. Mehnat kerakmi? Uni qidirish kerakmi? Kerak. Topish kerakmi? Kerak, to'g'rimi? Buni uchun kim kerak? Ustoz kerak. Yaxshi ustoz kerak. Da, вот. Men butun nima deydi? Butun O'zbekiston xalqiga yaxshi ustoz bo'lishga harakat qilganman, lekin aytaman o'sha mana shu g'oyalarni, mana shu odamlar jiddiy qabul qilmaydi-da. Chunki bepul-da. Bepul jiddiy qabul qilganda edi, hamma boshqacha fikrlagan bo'lardi. Hamma sabr nimaligini bilardi. Hamma, to'g'rimi? Hamma tizim nimaligini tushunardi. Hamma daromadni his qilgan bo'lardi, to'g'rimi? Yo'q, lekin odamlarning fikri juda tarqoq. Mana 50 ta kanalga podpiska bo'lyapti. Nimani o'rganmoqchi 50 ta kanalda? Hammasi har xil tematika bor. Bittasi broker killers bo'lsa, ikkinchisi Uranus Venus. U ikki xil insonda, qaysi birini eshitasiz? Hech qaysini eshitmayman hozir. Bittasi konservativniroq, klassический торговля, ikkinchisi игрок. Например, ну, почти казино bilan shug'ullanadi. Вот. На самом деле, то есть, agar sabr qilinsa, to'g'ri ishlatsa, da raqamlar bilan, ya'ni o'sha tasavvur qiling, siz mana 2-3% ishlayapsizda, to'g'rimi? 2-3% daromad qilishingiz kerak bo'lsa, qancha ham risk qilish kerak? Примерно agar соотношение 1 ga 4, 1 ga 3 hisoblasangiz ham maksimum 0,5%da. Tushunyapsizmi? 0,5% risk qilishingiz kerak. Примерно agar oyiga yoki mayli 1% bo'lsin, oyiga. Mayli oyiga 1% bo'lsin. Da? Ya'ni $10,000 bor, siz yo'qotishingiz mumkin bo'lgan summa примерно $100. Например, da siz bu ruhiyat bilan o'ylamang, $10,000. Tushundingizmi, odamlar qanaqa o'ylaydi? Odamlar bu ruhiyati bilan o'sha $10,000 ham ko'p emas ekan deb pashta deb o'ylaydi, tushundingizmi? Men sizlarga faktlar bilan dokazat qilib berdim hozir. Bu narsa noto'g'riligini. Birinchidan, ikkinchidan kecha mana bir voqea bo'ldi. Juda ham ko'pchilik menga yozdi, ayol kishilar, juda ham ko'p ayol yozdi. Nimaga? Chunki bizda tradingga qiziqadigan, uyda o'tiradigan, ko'chaga chiqolmaydigan ayollar soni ham bor ekanda, shunaqa toifadagi ayollar bor ekan. Ну, то есть akasi qo'ymasligi mumkin, kimdir dadasi qo'ymaydi, kimdir eri qo'ymaydi-da, normal holat. Endi shunaqa insonlar uchun o'sha hijobli, например, tradingni biladigan ayollar ham toifasi ham bor-da. Tushundinglar? O'shanda o'qigan, например, примерно juda ham ko'p norozi bo'lgan ayollar yozdi menga. Storiesga qo'yib bering, odamlarga bilim bermasin, o'qitmasin, hammasi lif qilyapti, minus qilyapti, hech nima o'rgatmayapti, etanglarni. Вот, и men aytdim, tanlov sizlarniki, o'zinglar tanlov qilgansizlar. Men birinchidan dedim, ikkinchi tomonni eshitmasdan unaqa qila olmayman men dedim. Unaqa qilmayman men dedim. Keyin o'sha ularga dars bergan insonga men o'zim yozdim-da. Ko'pchilik norozi ekansizmi, shunaqa. Sam keyin u singlimizni profiliga kirsam, pullar ko'rsatilgan. Shunga o'xshagan narsalar bo'lgan, tushunasizlarmi? Bunaqa toifadagi marketing, reklamaga eng ko'p uchadigan toifa raqamlar bilasizlarmi qanaqa? Haqiqatan ham o'sha kam summani ko'p summa qiladigan insonlar. Tushundinglarmi? Nima aytib beraman bu narsani sizlarga? Ya'ni o'sha $200 bor, $300 bor. Mana qarang. $100, $200, $300. Esinglar turnir voqeasi esingizlarmi? Mana shu $200-300 ni razgon qilmoqchi bo'lgan odam, kam summasi bor bo'lgan odam, tillada savdo qilib ko'paytirmoqchi bo'lgan odam. Mana shu stol ustiga to'g'ri dollar qo'yib men spor qilishim mumkin. Itogi baribir hech nimasi qolasizlar. Razgonchilar, kichkina summasi bor, ko'p summa. Odamlar bitta narsa bilan o'zini o'zi aldaydi. Nima qilaylik, boshqa pulimiz yo'q deydi. Karyera qil. Mehnat qil, karyera bu haqiqiy mehnat.
nima qachondir o'sha $100 manda ham o'sha $100 bo'lgan maksimum. Lekin men karyera qilganman, ishonganman. Talabalik davrimda boshlaganman tradingni men. Talaba bo'lganman, yosh bola bo'lganman men. Lekin qanaqadir pulim bo'lmagan, men boy olgan emasman men. Men faqat biz onamiz pensiyasiga yashaganmiz. Otamiz bo'lmagan. Lekin biz qanaqadir boshqa ruhiyat bilan tarbiya qilishganda, tushundinglarmi bizani to есть nima deydi, judayam bir chest bilan, gordost bilan, g'urur bilan katta qilishgan, otasi katta qilishgan bo'lsa, ishonsizlar. Hozirgi men ommaviy anaqada kam ko'ryapman. Nimaga? Chunki tsepnaya reaksiya degan narsa bor-da. Men bitta kirishib ketsam, qattiq kirishib ketaman bitta narsaga. Hozir O'zbekistonda bo'layotgan voqealar, masalan, tradingda bo'layotgan voqealar. Ko'rib juda ham afsusdaman. Ya'ni insonlarning qayerga ketayotganini bilib afsuslanasizda baribir. Men человек fakti, ya'ni men faktlarga ishonaman. Men teoriyaga ishonmayman to'g'risi. Men quruq gaplarga, teoriyalarga, aqlli, вообще men faktlarga ishonaman. Masalan, butun mana masalan o'sha moliyaviy savodxonlik Amerikada maktabdan o'rgatiladi. Har bir amerikanец biladi. U ertami kechmi Amerika fond birjasida ishtirokchisi ekanligini baribir yaxshi biladi. Kelajak uchun, to'g'rimi? Lekin bizda ko'p bo'layotgan voqealar, o'sha pullarni ko'rsatish, to'g'rimi? Har xil jargonli so'zlar, so'kish, haqorat, bankomatda oldiga borib videolar qilish. Вот. Yoki qanaqadir populizmdan foydalanish. Ya'ni tipi o'ta aqlli bo'lib ketish, tushundinglar? Kurs sotmayman deb boshqalarning orqali kurs sotish. Вот. Например, men trade qilyapman, men savdo qilyapman, например. Siz investorsiz. 100 ming bor. Вот, например. Masalan, men oldimga kelsangiz, Azizbek, masalan, men investitsiya qilmoqchiman sizga. Men investor tanlaydigan darajaga yetganman. Men investor tanlayman. Любой odam kelsa, qancha investorlarni отказ qilaman. 100 ming yo'qda tursin, 1 million, 2 million bo'lmaydimi? Masalan, o'zi 1 milliondan kam bo'lsa gaplashmayman, например-da. Men investor tanlayman, nimaga u menga to'g'ri keladimi, yo'q? Har oy 5% dan daromad qilib berasan, sen men bundoq qilaman, sразу и всё. Men xohlardim hammada moliyaviy savodxonlik как minimum o'sha Amerika darajasida bo'lishi. Lekin amerikanskiy narod o'ylaydi-yu. O'shancha Amerikani bor-ku, aksiyalar 50 yildan faqat o'sadi, 100 yildan 100 yil, bir asr bo'ldi o'sadi, shu hammasida aksiya bor. 66% Amerika aholisi yoki bu aksiyani sotib olgan, tushunasizlarmi? Va hammasi har doim o'sadi, tushunasizlarmi? Nimaga bilasizlar? Timing, boya yetgan vaqt. Ular hammasini vaqtga qo'yib bergan. Va shunga ishonadi ular, tushundinglar? Bizda hech kim ishonmaydi bu narsaga. Menga iltimos, menga 1 yil ber, 2 yil ber, seni yaxshi trader qilaman desam, yoki ishonmaydi, yoki ishongisi kelmaydi. Tushundinglarmi? Yo'q, men kursga borib, keyingi oy menga daromad kerak, taglar. Практически на уровне казино. Hozir siz yozilgan kanallar bor-ku. Практически казино darajasidan farq qilmaydi. Absolutно. Ishlayapti-yu deysiz-ku. U narsaning nomi edge deyiladi. Paka ishlayapti. Kurstaga tushuntirdi. U paka ishlayapti. Nima qilib paka ishlayapti-yu? Kechirasan. Agar shunchalik masalan, hozir shunaqa narsani odamlar pretendovat qilyapti-da. Pretendovat qilyapti. Live tradingda yorib boraman, men tillada unaqa ideyalar beryapman, ishlayapti. Odamlar hammasini ko'rsangiz, baraka toping, Alloh rozi bo'lsin, men buncha ko'tarib oldim, buncha. Nima bilan tugashini bilmaydi, bular hammasi bor-ku.
qo'pol bo'lsa ham как будто Down kasalligiga duchor bo'lgan odamlarga o'xshaydi bor. Hammasi bor. Hammasi bo'lgan u. Ergashib poda bor. Nimaga investor yo'q? U sen ko'rayotgan, maqtayotgan odamning nimaga 100 million dollar boshqarmaydi? Nimaga 10 million boshqarmaydi? Nimaga? Nimaga qaysi borib hech o'tirmaydi, hech kim upravляющийlar tillarda figachit o'tirmaydi, milliardlab dollar. Nimaga? Hech qachon. Hayotda qila olmaydi narsa. Tushundinglar? Вот. Mayli, то есть antireklama qilmoqchi emasman-ku, просто hamma narsani mantiqiy yakuni bor deganlaridek, da? Nimaga hedge fond ochmaydi? Nimaga, to'g'rimi? Nimaga hedge fond ochmaydi? Investorlar jalb qilmaydi, например, ha? Nimaga unaqa qilmaydi? Hali kichkina reklama bo'lsa ham просто misol qilib ketaman sizlarga. Kichkina reklama bo'lsa farqi yo'q. Odam o'zi, men shunaqa insonman-da, farqi yo'q. Men yuragimdagi bor narsani gapiraman. Fakt bilan bog'layman uni hozir. Например, O'zbekistonda masalan mana shunga o'xshagan men biladigan fondlardan bittasi bor, например, da. Реально, masalan, Iman Invest san ko'rsatgan. Yosh bola shu kompaniyada. Pensionный fondga o'xshagan asset manager. Deylik, открытый mini hedge fond. Shu bola 300 million dollar yig'ib qo'ydi-da hozir masalan. Balki hozir 500 million dollarga bo'lgandir shu. Va bu narsani chiqib ommaga taniqli biznesmenlar gapiryapti. Murod Akramsarov chiqyapti. Men 2 million dollar investitsiya qildim deyapti. To'g'rimi? Скромный bola kostyumlarda chiqib chiroyli tushuntiradi odamlarga, например-da. Chiqib olib, soqollarni o'stirib olib, pullarni ko'rsatib, что за бред, maymonxona. Ikkinchi chiqadi bozorga yigitib olamiz, ko'rdinglar, antdan bo'tga ketdi deb. Protsentini ko'rsat. Protsentini ko'rsat, qayerga ketganini. O'sha boru M15 ga ketgan bo'ladi, tillada 1% движение bo'lgan bo'ladi. 0.5% движение bo'lgan bo'ladi, o'shani ko'rsatadi. M15 da turibdi, interval. M15 ko'rdinglarmi? Men aytgan joydan quladi bozor deydi. Hani MU'ga o'xshab ideya berib ko'rchi, 250% lik. Yoki yoki mana bunaqa ideya berib ko'rchi. Kim 23-yil MRT. Mana bunaqa ideya berib ko'rchi. Bu tushishdi, просто. Biri 36 dollarlik paytida kanal va kanalning nijniy qismiga tushib, keyin ko'tarilgan ideya, например, da? Keyin 2 yil ichida, например, berib ko'rchi, keyin ko'rchi. O'sha moment. 2023-yilmidi? Ha, ma'lumot berilganmidi? Da? Kanalning nijniy qismidan 750%. Например. Ham berib ko'rchi 750%. Yoki 1,5% ideya berib ko'rchi. Menga o'xshab 1,5%. Investorlar sizlardan necha yil oldin berganman bu ideya? Kimi 23-yil berganman investorlar. Necha foiz? 3000% berib ko'rchi, 3000% движение.
kanalda, bepul kanalda M15 ni ochib olganda anaqada Forexda tillada, to есть bozor mana bunaqa yurdi. Примерно sizlarga ko'rsataman, nima maqtalishini ko'rsataman. Mana qarang, men ularni infosigan demoqchi emasman, ularni yomon inson demoqchi emasman. Ularni treyderlikdan daromad qilmaydi demoqchi emasman. Tushundinglarmi? Ularni xalqqa podacha sinotor demoqchiman. Ya'ni ular eplayotgan bo'lishi mumkin, lekin odamlar eplay olmaydi bu narsani. Bu narsa большинство ishlamaydi bu narsalar, tushunasizlar? Bu insonlarni euforiyaga olib kiradi, qarzga olib kiradi, kreditga olib kiradi, itogi slip. Bu все. Tushundinglarmi? Itogi nima bilan tugaydi? Mani kuyinadigan narsam shunda. Qisqa muddatdagi dafaning. Da, shunaqa. Ko'ryapti-yu, unda o'xshayapti-yu. Eng qizig'i nima bilasan? O'sha hammada baribir birinchi etapda o'xshaydi-da, onasini aytsa. Renju, saraslib bo'lmaydi uchga. Ham o'sha o'xshaydi. Shu odamlar meni qo'rqitadi deganda o'sha narsa o'xshashlikda o'zi aslida. Ay itogi nima bo'lishini yaxshi bilaman. Mana, to есть M15 ochaylik. Mana tasavvur qilinglar, qaranglar mana. Masalanda endi uslovini, ha? Uslovini M15 tilla deylik, mana bundan strelka qilib qo'yadi, tepaga ketadi deb tushundinglar? Ketdi-yu rostdan ham, to'g'rimi? Bozorga jigarini sug'urib olamiz degan, mana shu ko'rsam. 1.5% deydi rost. Bu degani marjinalniy торговля. Bu плечо tushunasizlar? Bu narsani u eplaydi, boshqalar eplay olmaydi. Da. Itok tushundinglarmi? Polniy nima demoqchiligimni? Ya'ni realist, vaqt, sabr, harakat, mehnatda bo'lsa bo'ladi karyerada. Lekin qisqa muddat, katta marja, kichkina time frame, interval shans yo'q, nol. Hozir o'sha ko'p auditoriya o'sha kam pullik insonlarga qaratilganda, ozgina achinarli holat, tushundinglar? 200-300 dollar bilan orzulari hayotini millioner ko'rayotgan insonlar toifasi ko'pdi. Tiklanib ketaman deb o'ylayman. Zo'r bo'lib ketasan, biratishga, karyera qilsang zo'r bo'lasan. U yo'q unaqa narsa hayotda, mehnat qilmasdan turib zo'r bo'lib ketish. Boyaga aytgan narsa bilan bilan bog'liq. U xohlasa beradi u. Hech nima qilmasa yana. Qolgan holatda majbursan mehnat qilishga, harakatini qilishga. Tushundinglar? Dubai qalay? Yaxshimi? Hozir va shu vazifasida, hozir zo'r. Yordam qilyapti. Ha? Yordam qilyapti hozir. Xo'p. Yo, O'zbekistondan zo'r, hozirlanuvchi. Yo'q, men eshitolmadim. Issiq bo'ladi odatda Dubayda deyishyapti. Biz salqinga kelib qoldik demoqchi. Yo'q, o'zi ishoninglar, aprelda уже issiqroq bo'lardi. Hamma hayron hozir. Yaxshi vaqt kelib qolamiz, yordam beradi demoqchiman. Mana zo'r hozir bitta bola keldi, ko'rdinglar, meni xonamda o'tirdi. Kim ko'rdi? Ha, shoh ko'rdinglar, boya bitta bola kirib keldi. Bitta voqea aytib beraman, o'sha bola. Va shu bilan tugatamiz. Bu bola meni qimmat kursimda o'qigan. 4000 dollarga o'qigan. Shu bolaga men o'zim yozdim-da. Nimaga u plyus qilmagan. Mana endi odam o'zining missiyasi bo'ladi, o'sha 4000 dollar bu qimmat kurs bo'lgani uchun o'zim o'quvchilarim orasida u reklama bo'lmaganda chiqadi. O'zim o'quvchilarim orasida olganman, bir jelashili bo'lsa deganman-da. O'zimga aytganman, hozir примерно 85% odam daromadda-da. O zo'r natija baribir. Lekin men aytganman, 100% ga harakat qilaylik. Chunki bilaman u nima bo'ldi. 100% ga harakat qilaylik. U bolaga men o'zim yozganman. Vaqtim bo'lsa deb ofisga keldi. O'shancha xursand bo'lib keldi. Nimaga o'zim yozdim? Chunki mencha har oyda natijalar bilan bo'lishinglar deb anaqa qilib turaman, apros tushundinglar? Tasavvur qilinglar, odamlar sizga 4000 dollardan to'lab, hech kim natijasi bilan qiziqmasdan yoki itogi nima bo'ladi? Lazzaga shuncha pul ishlatib o'shaning uchun masalan oxirgi paytlarda yaxshilanib ketyapti-da. Minus deganlarni men bilmoqchiman, nimaga plyus qila olmayapti? Chunki men u yerda bilaman u nima o'rgatdi. Nimaga? Keyin mana oddiy misolda sizlarga qaranglar. 4000 dollar to'lading-da, qaranglar. Oldimga kelganda mana prostoy misol qilaman. Oldimga kelgan hech nimasi yo'q, qaranglar.
na daftar, na notebook, hech nima yo'q. Nima gap desam, nimaga plyus bo'lmayapti desam, hammasi mana qarangda. Tasavvur qiling. Bilasizmi, natija bo'lmayapti. Qanaqa bo'lish kerak? Natija bo'lmaslik budishida uchun, budishida hamma ko'rayotganlar uchun, sizlar uchun ham natija bo'lmaslik qanaqa ko'rinishda bo'lish kerakligini aytaymi nima? Qaranglar. Mana masalan deylik, siz Dubayga 2 oydan keyin kelyapsiz. Ya, mayli 5 oydan keyin kelyapsiz. Kelasizmi? Nasib. 5 oydan keyin Dubayga kelyapsiz. Notebookingiz bilan kelyapsiz. Azizga mana ham hisob raqami. Mana siz Xurshidga o'rgatgan narsalar. Mana 500 ta zelka qildim, lekin minusdaman. Nimaga unaqa bo'lyapti? Yordam bering. Mana shunaqa bo'lish kerak natijasizlik, tushundinglarmi? 4000 dollar to'lagan nimaga natijasi yo'qligini bilmayman-da. Mana azizga siz mana o'rgatdingiz, mana siz o'rgatganda bitta rad qildim. Mana qarang, natija yo'q. Menga ham qilsin shunaqa bo'lsa. Ustida ishlamoqchi bo'lgansiz? Yo'q, mana shunaqada odamlarda, tushundingizmi? Indikator o'rgatdi, 1 tiyinga qimmat ekan, trendini o'rgatdi, 1 tiyinga qimmat ekan, unaqa o'rgatdi. Quruq gapda teoriya. Ko'rsat 500 ta сделкani ko'rsat, 1000 ta сделкani qanaqa qilgansan? Qani ko'ringlar. Tahlillaringni, skrinshotlaringni, eng yaxshi 10 ta сделкani skrin qilganmisan? Eng yomon 10 ta сделка skrin qilganmisan? Qilganmisan вообще? Yo'q. Bilasizmi qanaqa подход bu? Merskiy такой подход. Xohlagan payt grafikni biratan ochadi. Xohlagan payt trade qilgisi keladi. Nol shans, nol. Tradermisan, o'rgandingmi, mehnatini qil. Tushundinglarmi, natija bo'lmasa qanaqa? Sizlarda ham agar bu natija bo'lmasa qanaqa bu? Boshqa narsani tan olmayman deyman. Tan olaman, lekin agar shunaqa natija bo'lmasa. Balki rostdan ham sizlar убыточный siklga tushib qolgandirsizlar. Balki rostdan ham o'sha sizlar tanlagan valyuta balki o'rgatilgan strategiya ishlamagandir rostdan ham. Bo'lishi mumkinmi? Mumkin o'rtoqlar, mumkin. Hattoki bugun sizlarga o'rgatgan narsa ertaga ishlamasligi ham mumkin. Ne fakt ma'lum. Lekin natija bo'lmasligi o'rtoqlar, prosta quruq gap bilan bo'lmasligi, tushundinglar? Sizlarga qimmat kursini o'qigan, natijaga erisha olmagan odamni misol qolmi? Qo'ya o'quvchilarimga tekizib ketolmadim, yozchi masalan. Minus bo'lyapman deydi, nimaga minus bo'layotganini men bilmayman. Minus natija bilan kelish kerak, tushundinglarmi? Yoki plus farqi yo'q, plus ham minus ham примерно shunaqa bo'lishi kerak, tushundinglar? Azizga mana 6 oylik natija staganilicha ko'rsatish mumkin sizlarga. Menga 6 oylik, 1 yillik natijasini men hozir bor-ku 100 ta o'quvchimning natijasini ko'rsatish mumkin sizlarga plusda. 1 yillik natijasi bor. 100 tadan oshiq ko'rsatish mumkin. Uverin. Chunki har kun 2 ta olaman SMS. My Facebook'ga yuborishadi, azizga natijani qo'ygan. Xohlasanglar mana efirdagi telefonimni ko'rsata olmayman-da hozir efirga to'g'ri. Xohlasanglar bugunni o'zida menga 1 yillik natijasini yuborgan bolani natijasini hozir o'zida darsdan keyin ko'rsataman. Qizuvmi? Motivatsiya to'g'ri? Qizum. Hali даже SMS'ini ochganim yo'q. Har kuni 2-3 ta SMS keldi. Azaka natija. O'sha uchliklarni hammasi 2022-21-yillik uchliklar. Tushundinglar? Haqiqatda oxir oqibat tan olgan, tushungan, lekin boshida tan olmagan, tushunmagan va mendan norozi bo'lgan. Tushundinglar? Ya'ni sizlarning vazifanglar, to есть aytilgan ishni qilish, uzoq vaqt qilish, takrorlash va uni optimizatsiya qilish. Ya'ni o'sha narsani qil-da, agar natija bo'lmasa, lekin ko'pchilik bilasan nima bo'ladi? O'sha natija bo'lmasa hafsala qilib bo'ladi, tashlab yuboradi, qilib qo'yadi. 1 tiyinga qimmat ekan deydi, o'tib все. Isbotlar 1 tiyinga qimmatligini. Isbotlar. Savollar? Savol yo'q. Bir ustozim aytganidek, yoki hamma tushundi yoki hech kim tushunmadi dedi. Siz nechinchi yil? 89. 89 tengdosh. Sizchi? 99. 93. 93. 2-3. Voy, atriblar qaranglar. Sizchi? 97. Zerkan. 2003. Siz qaysi oy? Aprel. Eng kattasi meniki.
89. Mana bu 89 faqat Katta va katta И? natijaga erishgan. Qaysi aprel? Mana shu. Qaysi kun? 9. Ha? 19. 19. Amir Temur. 9-aprel. Amir Temur tug'ilgan yil o'sha. Kim? Bu jarab deyaptimi? To'g'rimi? Ikkinchi marta. Xo'p, mayli, o'ylaymanki ko'pchilikka foydali bo'ldi. Hurmatli tomoshabinlar, obunachilar. Ko'pchilik ko'zi ochilsa achapmas. Shunaqa fillardan keyin, to'g'rimi? Вот, har qalani $100, $10,000 qilmoqchi bo'lgan odam. Вот, hammanglarga omad tilayman. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha deb qolaman. Sog' bo'linglar. Hozir. Ha, shu. Doq qiladi.